Nurgullarımız şunun Bedi Zokk ağan, onun İlham ağan. Yazgıcı çokum, kitap okum. Kitaptan ilham edip, anındaki yazgıcı olalım. Anna Karenina romanındaki en kötü kasıtını Anna'nın ki obrazı verilgen tasvirde. Assalamu alaikum qadarli ko'rman do'stlar. Nadir kitoblar yetakchisi bir kitob bir alam programmasi davomli huzuringizda bo'ladi. Sizningcha e'tirof qilingan ijtimoiy axloq bilan kishilik hissiyot erkinligi o'rtasidagi ziddiyatni kelishtirgil bo'ladimi? Sizningcha obyektiv ijtimoiy reallik bilan kishilik g'oya o'rtasida ziddiyat ko'rilganda va bu ziddiyat kuchayganda shaxsning chiqish nuqtasi qayerda bo'ladi? Mana bu Rossiyaning 19-asrdagi dangliq yozuvchisi Lev Tolstoy afandining Anna Karenina romanı orqali bizga qoldirgan savollardir. Efendim ben bugünkü söhbetimizde iştirak kılgan iki aziz mihmanını görürme dostlar konuşturup etay. Şinjan Halk Nesriyatı'nın Ali muharriri tonulgan edebi tercüman Rahman Mahmut Aka. Şinjan Uygur Abdum Rayillik yazgıçlar Cemiyeti'nin devlet birinci derecelik yazgıcı Alimcan İsmail Aka. Alimcan Aka, romanın 5 yılla Lev Tolstoy, bəxtlik ailənin həmmisi oxşaş, bəxtsiz ailə öz aldığı bəxtsiz deb yazı dendi. Bunu Abdur'un şu əsərinin umumi ro'yi qarta berilgan bir bisharat deb qarasak bo'lamdi yoki Abdur'ninki ama şu ijtimoiy reallik haqidagi sub'ektiv ta'siratining mahsul deb qarasak bo'lamdi. Men bu şu kitobni o'qigan vaqtimda shunga hayron qolgandim. Bu Tolstoy nima uchun Bismillah deb kitobning beshig'ila mushu bir qiziq so'zni kirgizdi. Bu unda qaraganda bu kitobning oxiridagi xulosasini mi qildi? Hem mushu orqali mushu so'z bilan bu o'zi bizni aşı jamiyatga boshlab kirdi. Aşı davrga boshlab kirdi. Shu hikoyaga boshlab kirdi. Mushu personajlarning taqdiri haqidagi nimaga boshlab kirdi. Hem eng oxirida men kitobni o'qib bo'lgandan keyin mushu bir jumla so'zga yana qaytib keldim. Demek her bir bəxtlik aile bir-biriga o'xshaydi. Bəxtsiz ailelerning hammasida o'z oldiga bəxtsizligi bor. Men fikrimcha bu musha har ikki narsa bilan mavjud buning. Agar buni chunqurlab biz qayta-qaytalab biz o'qisak, bu Rus jamiyatining bir davrdan yana bir davrga ko'chib o'tish alqaliq payt bo'layotgan mezgildagi. Bu musha iqtisodiy jihatdagi jamiyat reallikdagi o'zgarishlar kishilarning ongiga muqarrar holda ta'sir qildi. Bir yangilanishda, ideyadagi, ijtimoiy o'zgarishlarga bir yangilanish. Xuddi bizning 80-yillardan keyingi yangi islohotdagi o'zgarishga o'xshash, bulardimi shunday bir o'zgarish davri bo'lgan. Undan avval Rossiya jamiyati bir feodallik jamiyati. Bu o'sha Angliya, Germaniya, Fransiya o'xshash Yevropa ellarining madaniyatining sanoatlashishningki ta'siri bilan bulardimi shu narsa asosida yuzlanishga boshlagan. Mana mushu davrda bu o'zgarish kishilarga oilaga bevosita ta'sir qildi. Mana shu romanda 4 oilani oladi. Hatto shu dehqonlarning turmushini, dehqonlarning muhabbatini tasvirlab dehqonlikqa kimning Levinning qo'rg'ida ishlaydigan dehqonlarningki nima? Hatta o'zining prototipini yaratdi. O'zining prototipini yaratdi bu. Demak, mushundaq oilalardagi bo'layotgan o'zgarishlarni, ashlardagi baxtsizliklarni bo'lib bu ayollarga nisbatan ayollarga muomala qilishdiki, mushu tengsizliklarni bu yechib berdi.
Annaning faciası nima deganda shu Rus axloqininki faciası. Qarayın buni o'zining bir chin muhabbat bilan söylegan bir ayoli demaydi. Uni faqat bola boquvchi, bola tuquvchi, qo'choq o'rnini ko'rib. Shu qo'nchoq buning go'zalligini ko'z qiladi bu. O'zining mansabini yo'qorilishninki bir dasmaysiz qilib oladi. Mana mushu narsa bu annaga barg'ansir eg'ir qilishga boshlaydi. Bu mana Voronskiyni uchrashgandan keyin o'zining bir haqiqiy qalb arzusiga yetganligini, shuni izlagan narsaga erishganligini his qiladi bu. Lekin axloq buning yo'l qo'ymaydi. Jamiyat shu Voronskiyni qo'li orqali o'ttirdi-mi? Annaning o'limida Voronskiyning shuning qo'li bilan anna o'zining hayotini ayirdi. Onunki Anna'nınki vapa ölümü tutup verişi, cemiyetinki besimi. Hem mukarrar ihtiyacı. Voronskiy'nin. Muşunun ulan en ahırda bu bizi, muş faciaya yolu koydu. Bu en ahırda bu tragediya bile ayaklaşıdır. Doğru. Levin kanda desen, Levin'in kösetlemeydi. Keti bilen bulunmaz. Keti bunu asıl yaşamaydı Levin'de. Voronskiy'ni yaş görüyor. Voronskiy'ni yaş göretti. Lekin Voronskiy'den bu özüge nispet, özüge bağın muhabbetini tapan mı diyor? Şurtan mı diyor? Voronskiy bununla rankın mı diyor? Voronskiy Anna'nı köygendikinde bununla yüzerip etti bu. Şunun ulan bu nayet uzun bir jaryanını. Hatta çetellerge verip daval, ağırıp çetellerge verip davalını moşunda keygenden keyin, çetellerini körüp keygenden keyin ki bunun hissiyatında yani özgürüş oldu. Ketedi. Özgürüş olup, ben bir ailene koşsun. Fakatla hissiyatı bilan bo'lmaydi ekan. Mas'uliyat tuyg'usi bo'lishi kerak ekan ayollarda. Degan narsani buning qalusida ma'lumlar shu narsa aks etadi. Chet elga chiqqandan kelgandan keyin buni nima uchun o'zi men shuni o'yladim. Nima uchun Tolstoy bu ketgan chet elga chiqarib yetdi deganda chet elda shu narsa ma'lum narsa o'zi o'rgansin shu. Ashlarning ta'siri bo'lsin ma'lumlar. Degan narsalar bu chet elda davolangan qilib, chet elda aylantirib kelgandan keyin bu Tolstoyni o'zi tanlab oladi. Eng oxirida bir baxtli oilani quralaydi. Demak, Tolstoy bu yerda shundoq bishorat beradi bizga. Sen hozirgi Rossiyaning hozirgi holatida, hozirgi real jamiyatida bu baxtli oilaga erishmak yomon ta'sir bu yerda. Bu mundaq bizdeki sınıp ketken axloqninki iskanjisida buruqdan bo'ladi. O'zini baxtsiz nima baxtlik deb yurganlarmi o'zi biladi dardini. Amaliyotda dal baxtsizlarning o'zi shu. Ular amal yo'q. Shu qanot bilan o'tadi. Degan shunday bir narsani ifodalab bermoqchi. Men endi o'qigandan keyinki mening hissiyotimda shunday bir narsalar paydo bo'ldi. Demek cemiyet ahlakı bilen Abdur'un anlaşışı. Peki Roşan bir tokunuş. Abdur'un ideyatik özgürüş bilen cemiyetki özgürüş oturusundaki bir tokunuş. Mesela bununki Abdur'unki prototip olgan o Lenin'in obrazıdan aytı Roşan eksiydi diken. Bayı bir kemni kıp kaldınız? Anna'nınki o Voronskiy bilen uçlaşkandaki bir tarafından aitti. Yaxşı ifadeligen muş arkalık onunki Anna'nınki kalbideki bir xil davalgışını yeriş arkalık 19. asırның ақырғы мезгілдерінде Россия жәмиетіндегі бір давалғыш мәселесіне, өзгеріш мәселесіне, еңліш мәселесіне әксеп тұрған деген гәпін қылдыңыз. Мұшының да сізге тәсір қылған құрлар болса, шыны бір оқпайған болса, сол тиғалым жағы. Tolstoy'un bu Anna Karena'da мұшыңғыша güzel təsvirlər intayın gün. Bizim oğurumuz hem de denizin tamçı var. Ben bu şeyde Anna'nın Voronskiy bilen tuncu qitim uçuraşqa vaqtidagi bir hissiyatını aşınınki özü royka kayfiyatını mesela bir yani köçürüp aldım ben şunu okup vereyim. Anna onu birinci qitim köygende özde payda bolgan aşı yalqınlı kızgın tuyğu yürekini köydürüp atkandek boladi. Onu körüşü bilenler gözlerinde hoşallık nuru parlap lavlarining tabassumga tartib turdiganligini Anna özüm sezip turadi ve özüdeki hoşallıkның bu ifadelerini her qanday qilib bosalmaydi. Adamninki ishki o'zi hayajonini mana mushundaq ifodalash degan bu endi har qanday bir yozuvchining odatli bir yozuvchining qo'lidan kelavermaydi.
Endi Voronezkiyning shu birinchi qatim ko'rgan vaqtida Voronezkiyning ishga hissiyati berilgan bir yo'q. Voronezkiy shu qisqa daqiqa ichida uning chiroyidan besib turayotgan ochiqni sezganday bo'ldi. Bu ochiq uning o'ynab turgan ko'zlaridan tabassum parlab turgan qip-qizil lavzlardan bilinib turadi. Vujudidan yoshiga teshib turayotgandek ko'rinadi. U xil holat uning goh chaqnab turgan ko'z nurlarida, goh lavlaridagi tabassumida ixtiyorsiz aks etib qoladi. Bu ko'zlaridagi u nurni o'chirishga atay urinib boqadi. Annani demoqchi. U ko'zlaridagi u nurni o'chirishga atay urinib boqadi. Lekin u nur uning ixtiyoriga bo'ysunmay, bilinmas tabassumida o'xshashla chaqnab turadi. Nima deganda? Demak, ana demoqchi bo'lganda bir ochiq uning o'ynab turgan ko'zlarida tabassum parlab turgan qip-qizil lavlar bilinib turadi. Bu ochiq nima ochiq? Bu turmushga ko'ngilsizlikdan kelayotgan. Kizavotgan bayqa baxtlik, baxtsizlik deganki simalarda bu. Hoş Rahmanka, Anda Karina romanını sizinki tercih icadiyetinizdeki bir nopuzluk emgek biri. Bir nada bir semere dep qarashqa boludu. Sizningcha bu romanni qaytadan nashr qilib hamdi. Qaytadan tarjima qilib qaytadan nashr qilib. O'qirmanlarimizla yuz ko'rishtirishning qanday zaruriyati bor? Biz uchun yaqinda mushu Anna Karinadek mushundaq bir dunyoviy mashhur asarlarni tanishtirsak, bizning kitobxonlarimizning nazar darajasi kengaydi. Chet ellarning madaniyatini shu asarlar orqali o'rganadi. Ularning turmush odatlarini, ularning psixik holatlarini, ularning dunyo qarashlarini o'rganadi ham undan xabar topadi. Bu bunday asarlarni tanishtirish biz uchun bakmi zarur. Bizga endi birinchi qatim kirayotgan asarlar bo'lganligi uchun bizda undan burun bir romanlarning tarjimasi yo'q. Tarjimasi bo'lsa, To'xtab Akjon tarjima qilgan Yangi Botirlar degan bir roman bor, undan boshqa romanlar yo'q. Shundoq bir sharoit asda hammamiz shu eshik qilib turgan vaqtda bu asarlar kirgandan keyin hammamiz bu asarlarga yepildik. Yepilish darajasi o'xshamadi. Bo'lmi Andan Karinaga yepilish darajasi indayin ish ko'p. Bu shundoq bir asarni endi bizning burun bu asarni ko'rgan yoshlarimiz, o'ttir yosh odamlarimiz bu asarni ko'rgandan keyin jazman bu asardan cho'nqur bir ilhom oladi. Yozuvchilarimiz bo'lsa bu asardan uslub izlaydi. Bu asardan mahorat izlaydi. Bu asardan til izlaydi. İdeya, ruh izlaydi. Bunun ta'siri intayin zo'r. Bizning kitobxonlarimiz buningdan bu asarni o'qib, Rossiya jamiyatining shu davrdagi holatlarini tushunsa, shu holatlar ustida bilimga ega bo'lgan bo'lsa, yozuvchilarimiz bunu bayan degandek atrofdan ilhom oldi. Demakki, bizningki shu roman orqali bizning adabiyotimizga yangi bir tus biz kiralaydi deb o'ylayman. To'g'ri. Men shu Rahmonning gapiga qo'shimcha chiqib qo'yay. Men shundan endi menga yuqqan narsaning birisi buning kashi yozish uslubidagi bablarni nayt qisqa elish. Har bir bab nayt 4-5 bet. Ha shunday. Shunchiliklar. Men muşu narsa sinib ketdi. Men o'zimning asardimmi? Muşu nazar o'zlashtirdim. Menga bo'lgan endi bir ta'sirida men bir bobda faqat birli masalani, birli detalni. Ya sening uslubing shunda. Bu Tolstoyning alaqi bolalik, o'smirlik, yoshlik davrim degan shu asar bor-ku, ana shunda. Biografik asar. Shu bir ba'zi bir bet bir bob. Ikki bet bir bob, 3 bet bir bob. Tolstoy'nunki bu alaylığı muşuken kıska alıdı. Nayt kıska. Hani vakada yütkep turgan geldi. Bir bab bilen bir babның varlığı muşunçilikler. Mana 2,20 bet. 2,20 bet. Demek babның uzatışının gaceti yok kendi. Endi Abdur'un idisi şu bir bab içinde meyle o bir bet olsun, iki bet olsun. Abdur'un idisi Abdur'un roy demek çok ne? Eserler sındırıga roh. Aslında Abdur öz razı olsa özü şunu xulas çıkaralsa, şunun nispeten özününki kalem koyup yetişse demek o ne? O hacim bir şekilde işkanda bir ayısı yok dedi. Şu bana bakın endi bu şu Anna Karina'nın okuyucu kelgenden keyin bana bakın juqqan bir narsa şu oldu. Hazır men özümün aşı yazgan bundan şu romanlarının hepsi uzartanmayım. Hemişki de uzartanmayım babını.
aşı en cıkıp kesse orijinal kağıdı 10 bet, 12 bet, şunçilik var. Çünkü benim nimemde sen bir bapta fakat birli detalni, birli meseleni desang buldu. Bir ideya, yangi bir şey, yangi bir narsa, yangi bir asar, yani yangi bir ideyaning, yangi bir asarning, yani yer bir ijtimoiy kayfiyatning ki paydo bo'lishi ta'sir ko'rsatadi degan gapda. Demasam bu asarningki ahmiyatiga vaqtimizda biz Uyg'ur o'qirmanlarimizga tushunish, huzurlanish saviyamizni o'stirishga foydasi bormikin deyman. Yani asarni o'qishlar uning huzurlanishining o'zi boshqa gap yo'q. Bu yerda asarni huzurlanishning o'zi bir san'at. Mashhur asarning o'zi bir san'at, mashhur asarni o'qishning o'zi bir san'at. Buni huzurlanib tushunishning o'zi buni uning oldiga qo'ygan vaqt bo'lmaydi. Adabiy asarni o'qib tushunishdan. Boya men bir narsani unutib qoldim. Birisi menga shuna dedi, o'sha Anna Karinani o'qigan birisi ekan. Rahmatga Anna Karina alamat isl asar ekan. Men bu asarning danqini anglagan, lekin buni o'zliki bu kitob bo'lmagandan keyin ko'rish imkoniyati bo'lmagan dedi. Men xalsuz o'qib chiqdim deb. Lekin xalsuzsi menga bu bir ta'sir qildi. Lekin o'zimning ona tilim bo'lmaganligi uchun uni men bevosita shu ona tilimdan olgan shu bir rohatni, shu bir nimani o'zimni ololmadim. Ona tilning o'zini boshqa u boshqa gap, ona tilning o'zini boshqa gapda. Ammo siz tarjima qilgan bu Anna Karinani chiqqanidan keyin shunchalik xursand bo'ldim, buni shuni o'qib chiqdim deb. O'qib chiqib men necha yerda yig'lab ketdim deb. Kitapni yefib qo'yib shunda o'ylab o'tirib ketdim, yig'lab ketdim. Shundoq esil asar ekan. Ana uni o'zingiz shunday yaxshi tarjima qilibsiz. Rahmat aka, shundoq bir asar bilan bizni ta'min etdingiz uchun dedi. Ya'ni ki men dedim, bu siz bu yig'labsiz, men ham yig'lagan dedim. Men ham yig'lagan. Allah o'lib ketganda, Allah o'lib ketganda yig'lagan qara. Anna ölüp ketip akşam şu özünü atkandım başlap özüm isedep durup ahırını tükettim tügen kalemini taşıyıp ötüp öğünün içinde yıkılıp yaktım diye minut kettim. Belki ötülüp kayızdınız gelgamlısın. Yine hep ötürüyordu. Demiş ki öyle de o Anna demiş ki öyle de. Şunun geçidik Anna'nın obrazı bununki hani güzel obrazı bunun taşkı güzelliği işki güzelliği bunun. Hani kendin kişilerinin bunun o bağ bir batkan bahaları hemmisi sizin hayacanlarında durvatkanda bunun beşiği kelgen külpetlerden siz hasretlengen. Bunun beşiği kelgen hoşallıklardan siz hoşallığını kelgen. Başında bir ro'yi halet başına ahırsın gende adam. Adam üçüncülük halet getiriyordu. Biz onun bir xeyrini işte bu kalgandayız. Tartışma qilish davomida. Sen ondan sonra rahmat kalsızcılıqan bu minojcılıqın ümü oruluq geldi. Ya bu dünyaviy mashhur asarlar Babmış Anna Karin'dek eserler adamdaki ben ro'yin tavlaydı eken. Ro'yin pakizlaydı eken. Bu ro'yin tavlash, ro'ni pakilashning o'zi bu yalg'iz bir adabiy asarning majburiyat emas endi. Buning o'zi bir umum bir ijtimoiy bir jarayon endi. Ben müştaq bir tuyuqsiz xuddi bir ustab turgan bir bulaq tushib qolgandek bizniki ma'naviy echirqashlarimizni bu roman orqali ma'lum darajada endi uslubimizni badiiy uslubimizni qandira olsak endi shu balkim shu kitobninki bizniki tilimiz tarjima qilishniki shu o'qirmanlarimiz orasida ma'lum bir ahamiyatni tushuntirib berdi ekan endi. Undan boshqa biz bundan bir saviyani, bir didni o'rgandik ekanmiz. Bir ruhni, bir ideyani bayqaydik ekanmiz. Bu ruh ideya bizni tarbiyalaydi ekan. Biz tarbiyalangan ekan, albatta bizniki asarga qo'yadigan talabimiz, asarning aldigan estetik talabimiz, ehtiyojimiz yuqorilaydigan gap ekan. Albatta estetik ehtiyoj o'qirmanning estetik ehtiyoji yuqorilagan ekan, yozuvchining albatta o'qirmanlarning estetik ehtiyojini o'ylashga bir majburlaydigan bir ish bo'ladi ekanda, buning bilan sifatli mujdlik gap qilishi mumkin bo'ladi ekan. Alınca albatta biz dunyoviy mashhur asar degan vaqtimizning o'zida shu butun dunyodagi o'qirmanlar shu asarga xos holda bir o'rtaq e'tirof qilish bo'lgandan keyin berilgan nom bor. Dunyoviy mashhur asar deb qo'ygan masalan amaliyotda dunyoviy mashhur asar darsi tuzgan asarlar balkim sanoqli bo'lishi mumkin. Albatta bu butun dunyo o'qirmanlaridagi mushtaq bir xil o'rtaq bir e'tirof qilishga erishgandan keyin berilganni mush xususdan qaragan chaqning o'zida Anna Karinna romanınki dünyanın meşhur eser bolasıki sebepli nerede de qarash kerak? Menimcha en birinchisi bununki şu Annaga münasebet şu davrni, şu jamiyatni, şu Rus jamiyatini shunchalik kangreviziga nayt inchki tasvirlab berilgan. Şu tragediyani, ha? Şu tragediyani bizga nayt ochiq yoritib berilgan. Mana mushu birinchisi bu buning mashhur bo'lishiga asos sebep. Endi roman qo'yilgan talab mana yuqori bo'ladi. Roman bu hikoya povest o'xshamaydi. Bu romanni birdan tortib 10 qishlik uzartib yozsam bo'laveradi. Demak, sen mushu romanda shu davrni yoritib beralsan. Shu davrdagi asosiy ziddiyatni
işlerge yo'rtib berelsen, aşılan dep berelsen, bu roman seviyesi oldu. Moşu cihetine etken vakti bu Anna Karina Moşu talepnin ödüsüne çıkan dep yazdı. Doğru. İkincisi birisi yazgıcı bədii kemalattan en çok çıkan eser. Biz endi adabda edebi eserini endi onu siyasi ölçüm ve ideavi mezmunu degen taleplerimiz var. Lekin yani en asas talep bədii ölçüm. Edebi eser için bədii ölçüm en birinci ölçüm. Eğer onun bədiligi olmasa, o kança özü aktual tema bolgan bolsun, yoki başka neresi bolsun, bu emas bekar bir şey. Hiç qanday ta'sir bo'lmaydi. Tolstoy mush talabning o'zidan chiqqan. Bədiylikka alayida, favqulodda, darajadan tashqari kuch sarf qilgan. Buning har bir biz bayatını o'qib o'tdik-ku ba'zi bir tasvirlarni mana. Buni odatdagi bunda bir yozuvchining qo'lidan kelmaydi. Bu bo'libmi ishki o'zi ruhiy kayfiyatni ifodalash vaqtida. Qalb monologini, qalb monologini ifodalash vaqtida endi aqli hayron qoladi. Aqli hayron qoladi buni. Mana mush narsa buni mana dunyo mashhur asar saviyasiga ko'targan. Aşı Abdur'un ideyisideki, aşı kallosideki ziddiyetlik, aşı tuğunduna ziddiyetlikle, muş eserdeki personajlardan eksiydi degen kan oraydı. Onundan başka desek, bunundaki Rus karakterini şunda yaxşı yaratıldı. Bir bütün Rus milletinin Rus milletinin karakterini. Royini. Biz mana şu en yukarıdaki tabiatın, padişahdan tatip, ta ki kimden Levin'in koruğunu işleydiğen işlemçilere kadar. Muşlarda hemmesi de Rus meneviyeti, Rus Avrupa adeti. Muşlar şunçalik nahayet yaxşı təlim verilgen. Eğer sen her qanday bir millette, sen aş milletinninki ruhiyetini, aşının karakterini, şunun psikikisini yaratıp veremezsen, o eserin bekar. Bir bütün devlet kartinisini siz veremezsen. Sen aş milletin ruhi dünyasını içip verelişin gerek. Muşu cihette, inançça Anna Karina, muş taleplerinin hemmisini ödüsün, şunçılık yukarı derecede çıkan. Yani endi, bunu eğer biz endi tahil qilib kelsak, yaman çoğun bu. Çoğun mezmun bu. Çoğun mezmun gidiyor. Yani ben kısıkça kılıp, bunu muş üç cihette, bu talepten ödüsün çıkan. Şunun için bunu dünya etraf kılgan meşhur eser deyişki oldu. Demek şey. Doğru. Ben bir nasıl koşulmuş koyayım, bana şu Anna Karina sizden cıp mulayizla oldu. Bayman degende ben Anna'nın en ahırda poezdin aslı özünü etip öyle oğa vakti Şam üçgende. Bulup mu en ahırdaki bu Şam mengü üçtü, ebedi üçtü degende ben üzerinde kalemimle taşıyıp üzerinde gözlerimi yaşayıp ornumdan törpmeyip kettim. Demek ki ben bu şu eserin üzerine tercüme koyatım. Eserini ben düşürüp durman. Eserinin bütün mezmununu, ahırının kandak bulduğunu, tügellibisin kandak ahırlışıqallığını bilip durup, ben şunçelik roy aleti buldum de. Başka kitap kaldı mı? Elbette o minimum bekrek kitap oldu. Çünkü bu da endi dal okuydu da okuganda onu uçuruşu olur. Bana boşundaki adamda Anna Karina'nda bu kitabını okuyan adamlarını istediki şu adamlar yamanlar geldi. Niçin için Tolstoy Anna'nı ötürüydü? Niçin Tolstoy'un Anna'nı kurtulup kalmaydı? Bu suallar Tolstoy'un hep koyuldu ki. Koyulganın ki Tolstoy şunda cevap verdi, şunda cevap verdi geldi. Benim amalım yok dedi. Ben size Pushkin'in bir iki sözünü tepkireyim. Pushkin Yevgeni Onegin degen dastanında Tatyana'nı öttürüyordu. Niçin sen Tatyana'nı öttürüyorsun dedi. Pushkin'in sual koyduğu vaxtıda Pushkin şuna cevap verdi. Benim öteme amalım yok dedi. Çünkü Tatyana özü kıldı. Bana çakçak kılgandı mı? Nait eli. Çakçak degene A tarafdaki çakçaktı. Naiti aşırıp çakçak kılıp başka birisi tegip aldı. Anda bolgandan keyin bir onu öldürülüşü gerek. Hep muşta degende. Men bu Anna'nın şu dereceye geldim. Men özümün başka personajlarımda deydim. Men Anna'nın şu halatga kelgan personajlarni yaxshi ish qildirishga mening amalim yo'q dedi. Anna'nı aşındaq girdapqa apırıp koymanglar deyishga mening amalim yo'q dedi. Çünkü o adamlar, o personajlar özünün karakteri uçu iş qildi dedi.
Men ularning shu xarakterini, ularning shu niyat iqbolini mening o'zgartishimga qudratim yetmaydi. Demak, avtorning nidosini simvolik sifatida beralik. To'g'ri. Shunlashqa oxirida Allohni o'tirishga majbur bo'ldim. Demakki, insonning tabiatidagi shu alaylikni men o'zgartirmayman. Bu shu tabiiy bo'layotgan bir holat bu. Bu holat eng oxirida Allohning o'lim mahkum qildi. Demak, insoniyatning mana bir tabiatini, inson tabiatini bu shu asardagi butunlay zot shu boshdan oxir singan narsa bu, ya'ni shu yana bir tartib qilib inson tabiati, insonning asl xarakteri, mijozi uni o'zgartirishga bo'lmaydiganligi. O'zgargan bo'lsa, karinini o'zgartdi. Shundoq bir go'zal, shundoq bir hamma jihati yetishgan, shundoq bir nozinga ega bo'lgan karinin o'zining mijozini o'zgartmay, shu petichi qandoq tug'ilgan bo'lsa, qandoq cho'g'ilgan bo'lsa, eng oxirgi shu petichi ketdi. Ana shundoq. Adam karinani men bu karininni men mijozimni o'zgart. Men o'zgart, men andoq yaxshi bilan muomala qil deyolmayman, ham unda yaratamayman karinini. İdisilik bir davalguşunu, idisilik bir ziddiyetini, kalbideki bir temtirashini o'zini mushkil sajaksizlar etkende. Ama men qaradim, bu asar insoniyatning o'rtaq g'oyasini ifodalab beradigan bir asar. Bu uchun dunyo asar. Bulamdiki dunyo mashalasi, bulamdiki deb qaradim, insoniyatningki o'rtaq g'oyasiga nurg'un narsalar o'sib qoldi. Insoniyat o'rtaq qayg'usi, insoniyat o'rtaq yig'isi, insoniyat o'rtaq ko'ngil qilayotgan nurg'un masalaga kirib ketildi. Ama shundan hammasini Abdurum mush bir sajaning vujudi orqali, mushroqsini o'tib shakl eksetrib berganligi balkim bu asarningki, yani bir dunyoviy mashhur asar bo'la olishga bir sabab mekin deymanda. Dunyoviy mashhur asar dunyoviy mashhur kishilarni yetishtirib chiqadi-ku. Shundoq. Dunyoviy mashhur asar dunyoviy mashhur kishilarni yetishtirib chiqadi. Demak, bu yetishib chiqqan mashhur kishilar balkim insoniyatning bir butun taqdiriga ta'sir qilishi mumkin-da. Demak, endi bu Lev Tolstoy shundaqla bu Anna Karenina nomli bu roman Rossiyaningki danglik yozuvchilariga o'xshashli bizga xuddi ta'sir ko'rsatgan, bizning adiblarimiz ta'sir ko'rsatgandek, ayni o'zidan davrdosh bo'lgan va o'zining keyingi yozuvchilar uchun 19-asr adabiyotidagi, 20-asr adabiyot rus adabiyotidagi danglik namoyandlar, mashhur adiblarga ta'sir ko'rsatgan ekan. Endi mushunda o'tib men Gorkiyninki bu asarning bu odamningki Lev Tolstoyning vafotiga degan bir gap esimga qoldi. U odam ketayotgani bir ruh deydi. Butun Rossiyaniki bir o'lmas ruhi. Bu Gorkiyninki uning vafotiga, Lev Tolstoyning vafotiga berayotgan bir bahasi var. Tolstoyning vujudidagi ruh butun rus millatininki bir ruhi. Uning asarlaridagi ruh Rossiya jamiyatininki umumiy qiyofatini aks ettiradigan ruhdir. Demak, bu ruhdan biz ayrildik. Degan gapni qiladimi Gorkiy? Buni qaragan chaqning o'zida Lev Tolstoyninki shundaqla uning asarlarininki, jumladan Anna Karenina romaniniki o'z davrida emas, o'zining keyingi davrdagi yozuvchilar uchunmi, dunyodagi har qanday bir adabiyotlar shug'ullangan adabiyot ashnolar uchunmi bir o'lmas bir ruh bilan zaratlaydigan va ular ta'sir ko'rsatadigan bir tarafmikan deb qarayman endi olinjaga.